Urganch shahrida viloyat transport boshqarmasi tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash yuzasidan seminar-trening o'tkazildi. Bu haqda muxbirimiz lavhasida atroflicha so'z boradi. Seminar-treningda viloyat transport boshqarmasi, Urganch transport prokuraturasi, transport nazorat inspeksiyasi viloyat hududiy bo'limi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, viloyat savdo-sanoat palatasi vakillari hamda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar ishtirok etdi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mohiyati haqida taqdimot qilindi. Ushbu farmonning ijrosi borasida qilinayotgan ishlarga to'xtalib o'tildi. Bugungi kunda viloyatda 261 ta yo'nalishlarda 2800 bitta jamoat transport vositalari va 16462 ta yo'nalishsiz taksilar harakatlanmoqda. Bu esa transport xizmatlari qamrovi oshishini ta'minlayapti. Sohadagi tadbirkorlarning ish faoliyatini qonunchilik talablari asosida tashkil qilish, qonun buzilish holatlarining oldini olish, ularning huquqlarini himoya qilish kabi muhim vazifalarni ushbu farmon yanada takomillashtirmoqda deyish mumkin. Farmon asosan nazorat qiluvchi organlar oldin bir aniq bir ro'yxati yo'q edi. Qaysi nazorat qiluvchi organlar tadbirkorlik subyektini tekshirish o'tkazishi mumkin deb qaraladi. Bu esa hozir 184 farmonning birinchi ilovasini asosan 43 ta nazorat qiluvchi organlar aniq etib belgilab o'tildi. Shu faqat tadbirkorlik subyektida tekshirish o'tkazib biladi. Qolgan davlat organlari esa tadbirkorlik faoliyatini tekshirish o'tkazmaydi. 24 soat ichida xabardor qilinadigan tekshirishlar ro'yxati shakllantirib o'tildi. Tadbirkorlik subyektlarida xavfni taxlish natijasi asosida keyin jismoniy va yuridik shaxslarning qonunchilik buzilishi yuzasidan kelib tushgan murojaatlar asosida ommaviy axborot vositalari saytlarda qonunchilik buzilishi yuzasidan chiqarilgan videorolik va materiallar, keyin to'rtinchisi esa bu yuqori turuvchi organlar, sud, prokuratura va boshqa davlat organlari, davlat tashkilotlari tomonidan qonunchilik buzilishi yuzasidan tushgan materiallar asosida tekshirish o'tkaziladi. Qolgan asoslar endi bu tadbirkorlik subyektini tekshirish o'tkazish uchun asos deb qaralmaydi. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida profilaktika tadbirlari va tekshiruvlarni o'tkazish tartibi va nazorat qiluvchi organlarning mas'uliyatini yanada oshirish yuzasidan tadbirkorlar o'z fikrlarini bildirishdi. Ular bilan savol-javoblar, o'zaro muloqot asosiga qurildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi qonuniga muvofiq litsenziya olish tartibi haqida ma'lumotlar berildi. Sohadagi yangiliklar va kelgusidagi rejalar yuzasidan fikr almashildi. Bu borada tadbirkorlar qator yangi loyihalarni ilgari surishdi. Fikrlar asosida galdagi muhim vazifalar belgilab olindi.